Skitkada hozirda olsanglar bo'ladi. Skitkada 12500 dan bir xonali Sergelis hokim makonida. Hozir shu narx. Agar hozir olmasanglar, ertaga uch narxlar oshadi. Bir xona 40 kvadrat, subsidiyalarga 12500, birinchi ipotekaga 15000 dan berib yuboraman shu xonadonni. Bor yo'g'i 4 ta 5 ta xonadonim qo'ygan, tayyor remontli holatda topshiramiz, ko'rasizlar. Bir xona 40 kvadrat, do'konturni kotel, gazli plita, hammasi qo'yib beriladi. Pat qulish holatda topshiramiz. Xudo xolasa 7, 8, 9, 10, 15-etajgacha mavjud. Bemalol aloqaga chiqinglar, nomer qoldiramiz. 12500 subsidiyalar bo'lsa, 15000 ga birinchi ipotekaga butun O'zbekiston bo'ylab chiqadi. Oyma-oy to'lovlarini nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib bilib olsanglar bo'ladi yoki kommentariyaga yozinglar, yozib qo'yamiz. Bosamizmi?